Assalomu alaykum Texnodream obunachilari. Bugun 2025-yil oktyabr oyining telefon narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bir nechta telefonlar tayyorlab keldik sizlar uchun. Xo'p, tanishtirishdan oldin nimaga aynan bizdan telefon sotib olishlari kerak, shu haqida tushuntirib o'taman. Bizda telefonlar boricha aytiladi. Hech qanaqa aybi yashirilmaydi. O'tgan safar bitta video qo'yganimizda negativ yozilibdi. Shunaqa usta ko'rgan telefonni shunaqa qimmat sotyapsizlarmi sizlar deb negativ yozishibdi. Biz qimmat sotmayapmiz, prosta aybi borligini aytyapmiz. Bizdan olganingizdan keyin hech qanaqa ayb bo'lmaydi. Maza qilib ishlatasiz, aybini 100% aytib sotiladi. Qanaqa kamchiligi, qanaqa muammosi bo'lsa aytib sotiladi. Juda ham ko'p holatlar bo'lyapti, hozir ko'ryapmiz. Telefonni sotishadi, hech qanaqa aybini ham aytishmaydi, krishkasi almashgan, akkumulyator almashganligini ham aytmay sotishyapti. Natijada u olgan odamlar kuyib qolyapti. Bizdan olsalaring, xudo xolasa inshaalloh unaqa narsalar bo'lmaydi. Xo'p, shuning uchun bugun sizlarga 7 ta eng zo'r, usta ko'rmagan, ochilmagan, yaxshi holatda ishlatilgan telefonlar tayyorlab keldim. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi navbatda iPhone 8 Plus telefonimiz bor. Red product, qizil iPhone 8 Plus bo'ladi. Korobkalari ham bor. Telefonimiz eng qizig'i 2025-yilda menimcha bunaqasi topish qiyin bo'lsa kerak. Umuman usta ko'rmagan, hech qanaqa detal almashmagan ekan. Men o'zim 100% tekshirib ishonch hosil qildim. Bu telefonimizning narxini obunachilarimizga 1.600.000 so'm beramiz. Bizda iPhone 11 telefonlari bor. Xo'p, 128 GB 73 yomkisda, to'g'ri yomkisi past, lekin narxi ham past, lekin xotirasi 128 GB. Bu telefonimizning narxini $230 qilib beramiz. Hech qanaqa detallari almashmagan, usta hali umuman ko'rmagan telefon. Menga yomkisi balandrog'idan keladiganlar uchun 87% yomkisligi bor, 128 GB. Xo'p, holatlari ham yaxshi holatda, oq rangda ko'rishingiz mumkin. Bu telefonimizning narxini $270 qilib beramiz. Bizda 11 Pro bor. Xo'p, 64 GB 82 yomkisi, holat ideal holatda. Buni ham korobkalari bor. Bu telefonimizning narxini $270 qilib beramiz. 12 Pro oq rangli ideal holatda 12 Pro telefoni bor. 256 GB 78 yomkisi. Ikkita SIM karta tushadi, ikkovsi ham registratsiyadan o'tgan. Bu telefonimizning narxini $360 qilib beramiz. Navbatdagi telefonlarimiz bizda iPhone 13 Pro bo'ladi. Bularda holatlariga keladigan bo'lsak, yaxshi holatda ikkovsi ham, muhimi hech qanaqa aytganimizdek detallari almashmagan. Bittasini yomkisi 86, bittasiniki 87, ikkovsi ham xotirasi 128 GB da. Bu telefonlarimizning narxini faqatgina Texnodream obunachilariga $500 dan qilib beramiz. Shoshilib qolinglar, chegaralangan bunaqa telefonlar. Bizda 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. O'zbekistonning qaysi nuqtasidan bo'lishingizdan qat'iy nazar dastavka qilib beramiz. Garantiyalarigacha yozib chiqarib beramiz. Qanaqa telefonlar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Xohlasanglar Telegram, xohlasanglar WhatsAppdan aloqaga chiqsalaring. Yana bafurja rasmlari, videolari, qanaqa holatlari bo'yicha bafurja hamma narsalar, rasmlarni tashlaymiz. Sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, keyin xarid qilasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, hali yangiliklar juda ko'p.